orom stullarda eng optim yasaladigan joyga kelganmiz akalar. Bugungi videomizda sizlarga ikki xil orom stullarimizni to'liq arzorni qilib beramiz. Narx-navolarni shunaqa narxda qilib beramizki, Samarqandda turib telefon qiladigan bo'lsangiz, dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Qaranglar, buni zo'r tarafi, buni ikki xili bor ekan. Ya'ni bu pachiniligi bo'lar ekan. Bunisi pachinisizi, ya'ni terbaridiyonni o'zi bo'lar ekan. Xolasangiz yotib dam oling, xolasangiz o'tirib dam oling. Eng zo'r tomoni aytilayotgan narxlarni ichiga mana shu ko'rib turgan to'shakchalar bonus qilib beriladi. Eng asosiysi Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Samarqandga aytilayotgan narxlar ichida dastavkasi bilan bo'ladi. Sizlarga bittadan yotib ko'rsatib beraman. Bunda o'zi aslida qanaqa dam oladi? Qaranglar, bu pachiniligi bo'ladi. Men o'zim 90 kiloman. Bemalol yotadigan bo'lsangiz ham adashmasam 150-200 kilogacha odamni bemalol ko'taraveradi. Bunisi bo'lsa pachinisiz, ya'ni tebradigan o'zi bo'ladi. Ya'ni o'zingizni vesingizga tebranaveradi mana. Yotib olib, endi dachangiz bormi, qanaqadir ochiq ayvoningiz bormi, qo'yib olib bemalol damda olsangiz bo'laveradi. Endi to'liq ma'lumotini, nima materialdan ishlab chiqarilgan, narxi necha pul, dastavkalarning to'liq ma'lumotini ishlab chiqaruvchining o'zida to'liq ma'lumot olib beramiz. Hozir videoda orqasida turibdilar, endi o'zlaridan ma'lumot olib beramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hamdam aka, charchamasdan aka. Yo'q, g'alati. Sog'lik yaxshi aka, bizga obunachilarimizga bir boshdan tushuntirib bersangiz, pachinnilik bilan pachinnisizda o'zi qanday yasalgan, nima mahsulotdan yasalgan, narxi necha pul bo'lyapti aka? Xo'p, buni narxidan boshlaymiz. Birinchi narxi qiziqda. Buni odamlar. Narxi necha pul? Narxi 1,5 million so'm. Qaysi bir? Ikkalasi ham? Yo'q, bu pachimnilisi faqat. Mashinasi 1,5 million so'm. Ichida komplekt mana to'shakchasi bo'ladi. Xo'p. Bag'i pachimli mexanizmdan foydalangan bu. Mana bemalol ko'rsatingiz bo'laveradi. Pachimli mexanizmdan qilinib tayyorlangan bu narsa. Narigisi prostoyroq varianti bo'ladi. Endi bu o'zini o'zi tebraydi. Bu o'zini o'zi. Buning ichida ham o'sha komplekt mana to'shakchasi bo'ladi. To'shakchasi. Bunimizning narxi 1,300,000 so'm. 1,300,000. Endi aka ko'pchilik, aka bu adashmasam ratan mahsulotdan tayyorlangan, ichida karkazi temir. Karkazi temir, hop, tevas tomoni oddiy o'zimiz o'sha ratannikidan bo'ladi. Eng zo'r tomoni aka, ko'pchilik buni xarid qilsam, ertaga sinib ketmaydimi yo yo'g'onroq odam olsa bukilib ketmaydimi degan savol bo'ladi-da. Rostdan narxini ichiga Samarqandgacha dastavkasi kiradi. Samarqandgacha dastavkasi bepul ichida qilib beriladi. Bepul qilib beriladi. Buni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqishgan aka, xuddi shu narxlardan 100 ming, 200 ming qo'yishgan, faqat dastavkasi alohida qo'yilgandi. Dastavkasi alohida qo'yilgan. Endi biz bu aytilayotgan narxlarimiz ichida dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida qilib beriladi. Bu 1,5 million. Bunimiz 1,5 million so'm, narigimiz 1,300,000 so'm to'shakchalari hamma yo'q komplekt bo'ladi. Ya'ni 1,300,000 so'mga Samarqanddan turib telefon qilsa ham shahar markaziga yetkazib olib berasiz. Yetkazib olib beradi. Dastavkaga alohida pul so'ralmaydi. Yo'q, o'shaning ichida bo'ladi, hamma yo'g'i. Aka bitta chiqib endi o'zingizdan ko'rsatib bering. Aka necha kilosiz aka? Men 90 kiloman. Bashti bir xil ekan vesimiz. Men 90 kiloli odam. Bemalol o'tirib, buni endi aka ko'proq dala hovlisi bor, dachasi bor. Dachalarga, yosh katta hoji otalarga, hoji onalarga ham bo'laveradi bular. Jali murakkabli narsa emas, qo'rqitadigan narsa ham emas bu. Bemalol o'zlarini uylariga olib kirib olib, o'sha kech payt xotirjamlikda dam olib o'tirsa ham bo'laveradi bundan. Dam olib o'tirsa bo'ladi. Undan tashqari mana bunisi ham bor. Endi kim xohlaganini qaysi biri yoqsa, zakaz qilsa, chiroyli qilib jo'natib beriladi. Yetkazib beriladi. Bunisi 1,300,000 qaranglar. Bunimiz 1,300,000. Bunisi 1,5 million, ya'ni 200 ming farq qiladi. Dastavkaga pul to'lamaysiz, Samarqandgacha dastavkasi shahar markaziga yetkazib beriladi. Undan tashqari qaranglar, bu turgan yo'smani ko'rpachalar ham mutlaqo bonus bo'ladi. Xo'p, undan tashqari buni o'zi asosiy karkazi temir bo'lgani uchun ancha munchasiga zo'r mustahkamidan bo'ladi. Bunaqalarni ham ko'rsatib bering. To'qilgan. To'qilgan aka. Bu mana to'qilgan holati. Bu to'qilgan holati. Mana bemalol ko'rsatib beraverasiz mana. Mana ko'rib turganlaringda akalar, chista qo'l mehnati bo'ladi. O'shaning uchun bittadan like bosib qo'yinglar. Xuddi shunaqa orom kacheli deyiladi. Shunaqa orom kachelilardan sizlarga ham kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Xolasiz pachinniligi, xolasiz pachinnisizni vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Samarqandgacha aytilayotgan narxi ichida dastavkasi o'zi bilan. Bemalol aloqaga chiqing. Yana bitta narsani ham aytib o'tib ketaylik. Yana bitta narsani ham aytib, esdan chiqib qolmasin. Endi videoda oxirida bo'lib qoldi. Bunda haligi puli muammosi bo'lib qoladi-yu buni, puli muammosi. 200 ming zakalat tashlab berishadi. Qolganini borgandan keyin
to'lab olib Ha olish. bu, ya'ni 200 ming so'm oldindan to'lab, Ha, qolganini 200 ming. mahsulot yetib borgandan. Ha, mahsulot yetib borgandan keyin o'sha olib borib bergan odamimizga berib qo'yishaveradi qolgan pulni. Qoyil, Faqat zakolatini olib olamiz. Ishonch tomonlama ham qaranglar qanchalar zo'r ekan. Ya'ni 200 ming to'lov qilasiz, qolgani borib mahsulotni ko'rganingizdan keyin qolganini sanab bersangiz bo'laverar ekan. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bu videoda maksimal tarqatish uchun like bossangiz ko'proq odamga yetib boradi. Qanaqadir o'zlaringizni qiziqtirgan savol bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, o'zlaridan olishlari mumkin. Sog' salomat bo'linglar.